Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan mana shunday muhim kunda g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan bag'oyat shodman. Ushbu video murojaat yangilikdan iborat ki, endilikda sizlar O'zbekiston muzeylariga qo'shilajak bir qator funksiyalarni yangilik o'laroq bilib olishingiz mumkin. Aynan hozir ki ilovaga kirgan yilida bir qator muzeylar chiqib keladi. Qidirasizlar yoki qidiruv belgisi bor tugmani bosish orqali o'zingiz istayotgan muzeyni yozib topsanglar bo'ladi. Savol tug'iladi, agarda ilovaga kirgan inson o'z ona shahridagi muzeylarni, ziyoratgohlarni topmoqchi bo'lsa, qanaqa qiladi? Yoki o'zini joyida, aytaylik, Samarqandda, Xorazmda, Buxoroda, Qashqadaryoda qanaqa muzeylar bor, qanaqa ziyoratgohlar bor, bormoqchiman, bilishim kerak uning uchun degan savol bilan ilovaga kirganda qiynaladi, hattoki topolmaydi. Buning yechimi o'laroq biz ilovaga kirilganda viloyatlar nomlarini birinchi oynaga joylashtirmoqchimiz. Kirgan yilida Toshkent viloyati, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand balobattar bo'lib ketadi. Misol uchun siz Qoraqalpog'istondan bo'lsangiz, bu yerdan Qoraqalpog'iston topasiz yoki Qoraqalpog'iston deya yozasiz. O'zbek va kiril alifbosida bo'ladi. Ma'lumotlar esa o'zbek, rus, ingliz tillarida bo'ladi. Viloyatingizni topganingizdan so'ng ustiga bosib kirasiz va u yerda misol keltiryapmiz Qoraqalpog'istondan. Qoraqalpog'istondagi muzeylar, tarixiy joylar, misol uchun muzeydan Savitskiy tarixiy joylardan tuproq qal'a bo'lishi mumkin. O'sha joylarni to'g'risida ma'lumot topa olasizlar. Muzeylar ilovasini avval boshida maqsadimiz offline faoliyat yuritishini tashkil etishdan iborat edi ki, o'ylagan edim, chekka joylardagi insonlarda aytaylik megabayt internet trafik tanqisligi bo'lsa yoki kimdir o'zi uchun ilovani yuklab olishdan keyin internet ishlatib ushbu ilovaga kirishi o'ziga ravo ko'ra olmasa, mana shunday insonlar uchun ayni muddao bo'lsin deb ilovani internetsiz qilmoqchi edim. Bunda o'ylab qarasam, nega men faqat o'sha mana shunaqa eskicharoq odamlarni o'ylashim kerak? Nimaga zamonaviylashtirmasligim kerak va mana shuni orqasidan bir qator narsalarni yutqizishim kerak deb o'yladimda, internetli qilishga qaror qildim. Shundan keyin bitta internetli qilish orqali ishoninglar bir qator funksiyalarni yanada qo'shib biz ilovani rivojlantirib yorishimiz ehtimoli, imkoniyati paydo bo'lar ekan, tushunyapsizlarmi? Ilovaga kirgan yilida Qoraqalpog'iston misolida tushuntirib olman. Tuproq qal'a sizga qiziq bo'ldi, to'g'rimi? Ilovaning tagida tuproq qal'a qayerda joylashganligi xaritada bo'ladi. Internetni yoqasizlar, ustiga bosasizlar, xarita sizlarga ko'rsatib beradi u yoqqa borish yo'lini. Tushunyapsizlar? Majmuaga lokatsiya bo'ladi. Bosasizlar, yo'lga tushasizlar. Borganingizda sizlarda naushnik bo'lsa agar yoki naushniksiz ham bizda yana shunaqa ovozli xabar berish imkoniyati, sun'iy intellekt ma'lumotlarni o'qib berish imkoniyati bo'ladiki, naushniklarni qulog'ingizga tiqqaningizda sizlar kelgan joy to'g'risida ma'lumot beradi. Tushundinglarmi? Bu o'sha o'ylab turgan yangiliklarimizdan bittasi. O'ylamanglar buni qilish qiyin yoki qila olmaysizlar deb, biz qila olamiz. Misol uchun, siz Toshkentdasiz. Toshkentda bir qator muzeylar bor, to'g'rimi? Misol uchun, Toshkent ko'chalari bo'ylab yuribdi bir sayyoh yoki boshqa shahardan kelgan mehmon. Kelib qoldi Amir Temur muzeyi oldiga. Va o'sha ilovada bo'lsa agar u inson ilova o'zidan o'zi yoki bosish orqali yoki harakat qilamiz o'zidan o'zi o'sha turgan joyi to'g'risida lokatsiyadan kelib chiqqan holda ma'lumot berishni boshlaydi. Buning uchun siz o'zingizni lokatsiyangizni yoqib qo'yishingiz kerak. Geolokatsiyani bundoq bosib qo'ysangiz, qayerda turganingizni onlayn bildirib turadigan narsani tepadan tushirib yoqib qo'ysangiz, turgan joyingizni ilovaga kiritilgan ma'lumotlarni o'qib beradi sun'iy intellekt. Misol uchun siz Temuriylar muzeyiga keldingiz yoki atrofdan o'tib ketyapsiz, o'zidan o'zi gapirishni boshlaydi. Mana shu unaqa paytda qurilgan, mana deb ma'lumot berishni boshlaydi. Yana bitta narsani o'ylab turibmiz, qila olamizmi yo'qmi, uni aniq bilmayman, harakat qilib ko'ramiz. Muzey ichiga kirganingizda bu juda ham qiyin bo'ladi, lekin harakat qilib ko'ramiz. Siz misol uchun muzeyga kirganingizda sizlarni kutib oladi Qur'oni Karim, o'shani oldiga kelganingizda muzey sizlarni qayerda turganingizdan kelib chiqib, o'sha asar joylashgan joyidan kelib chiqib, o'sha asar to'g'risida gapirishni boshlaydi.
harakat qilamiz qilishga. Lekin bu qiyin bo'ladiki, asarlar bilasizlar almashib turadi yoki arxivga kiradi, fontdan boshqasi chiqadi. Mana shu tomonlama qiynalamiz yoki ilovada chalkashlik bo'lib qolishi mumkin. Lekin qo'ldan kelgancha maksimum harakat qilamiz, shuni biz joriy etishga. Yana boshqa bir qator yengilliklarimiz bor. Buni ham Google Data qo'shishni ham reja qilib turibmiz. Misol uchun qaysi muzey soat nechidan nechigacha ishlaydi, qaysi payt dam oladi. Mana shunaqa narsalarni birgina ilovamizni internetli qilish orqali qo'shish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu albatta vaqt talab qiladi. Bizda 6 oy vaqt bor. Men institutni bitirgunimcha mana shu narsani chiqazib olishimiz kerak, chunki bu narsani diplom ishi o'laroq taqdim etmoqchiman. Yozma taqdim etaman, lekin asosiy amaliy ishim shu bo'ladi. Men bir xillarga o'xshab faqat nazariy yozib, bir balo o'qib qutulib qolmoqchi emasman-da. Mana shunaqa narsa o'zimdan qoldirib ketmoqchiman. Yana bir qator narsalarni qo'shishni niyat qilamiz. Hozir xayolga kelmay qoldi, men bor uzr, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.